Rossiyaning o'rmonlarida ham odam zerikib ketdi. Chivinlar ham jonga tegdi ama. Qani endi biletlar arzon bo'lsa O'zbekistonga borib oilam bag'rida yashasa. Nima gap? Nima diqqat qilib o'ylanib o'tiribsiz. Ha, uyga ketish kerak, bola chaqani sog'indik biz ham. Yo'q. Kakra sizdaqa insonlar uchun Mustafa aviakassasi biletlarni vobshe suttekin qilib olibdi. Yo'q-a? Ha? Anjanga ham olib boram? Nafaqat Anjan aka, O'zbekistonda har bitta viloyatiga olib boradi, Moskvadan. Dokumentim ham yo'qda meni. Dokumentingiz yo'q bo'lsa, sizdaqa odamlarni, dokumenti yo'q insonlarni o'zlari kutib olib aeroportda, o'zlari olib kirib, samolyotga Milisadan qo'rqaman-da. Milisalar chepuxa u insonlarga, ishonavering. Yo'q-a? Olib kirib o'tkazib, duo berib chiqarib boryapti ekan. Nomerini bering, asoda nomeri bor. Kakras nomeri ham bor-da. Mana shu nomerini chiqarib qo'yaman. Qadrdonlar, sizlar uchun ham bu tavsiya. Kim Rossiyadan O'zbekistonga, O'zbekistondan Rossiyaga uchmoqchi bo'lsa, bemalol shu aviakassalarga telefon qilinglar. Eng ishonchli bo'lib turibdi, eng arzoni bo'lib turibdi, suv tekini bo'lib turibdi. Mustafa aviakassalari. Aloqaga chiqinglar. Kvartirada narsalarni yig'ishtirib keldi. Bo'ldi. Bemalol telefon qilaverasiz. Xo'p. Sizlar ham telefon qilaveringlar. Assalomu alaykum azizlar, sog'misizlar, salomatmisizlar? Mana aeroport Zhukovskiga qarab yo'l olganmiz. Azizlar, xudo xolasa ko'rasizlar, mana hozir iloyim bo'lmasin. Biz passajirimizni olib aeroport Zhukovskiga yo'lga chiqdik. Bir sizlarga ham shu yo'lini ko'rsatay dedim. Ozgina qoldi. O'sha o'zi postga o'xshamaydi-yu, post qilishib olgan. Tog'alar turadi. Shu yerlarni ham bir qator ko'rsatay dedim sizlarga. Hozir ko'rasizlar, xudo xolasa. Azizlar, mana bu joyda qayrilib kirganinglarda mana Zhukovskiga yo'lga. Shu yerda Zhukovskiga yo'lga qaraylar. Yo'llarda turmaydi. Hozir aeroportga degan joyimizga qaraylar. Mana azizlar, mana shu joydan tushganinglarda o'zi aslamni turadigan joyi hozir ko'rsataman. Mana bu o'ng qo'lda turadi. O'ng qo'lda mana shu yerda turadi. Mana o'tib ketyapmiz. Yo'q, xudo xolasa inshaalloh. Keyin esa olmasın, iloyim. Keyin esa mana bu joyda Anjonga berdi mashinasini. Yo'q, bo'lmasa kerak. Mana zil turibdi mana. Ko'ryapsanmi qumi bilan? Shu yerda turadi azizlar, mana. Mana shu yerda turadi. Inshaalloh to'sgani yo'q. Xudoga shukr, biz shuncha payt kelgan bo'lsak, biror marta inshaalloh ko'proq mana shunaqa yo'l paytiga to'g'ri kelamiz. Bemalol shu Mustafa aviakassasiga murojaat qilsanglar, mana aeroport Zhukovskiga ham ozgina qoldi yetib kelishimizga xohlaymiz. Cho'tka qilib o'tkazib yuboramiz. Akalar, opalar, singillar, aeroport Zhukovskiy inshaalloh passajirni olib kelganmiz. Mana qaranglar, bu yukka ruchnoyi o'zi hech qancha emas, lekin mana juda ham gabaritniligi uchun biz paketga soldiryapmizki, shtobi akamga 3,5 ming, 4 ming so'm shtobi xannada endi. To'g'rimi aka? Pribilda. Xursandmisiz? Xudo xolasa akamni cho'ntagini o'yladik. Yetib keldik mana. Azizlar, mana keldik. Urganch reysi boshlangan. Yahyo Bey kirib ketyapti akamni. Registratsiyadan o'tkazib hozir olib chiqadi. Generalniy koridorga olib borib kirgizib yuboramiz. Yahyo Bey chaqiryapti.
O'zimizni O'zbekistonda aeroportiga o'xshaydi, kichkinagina, kichkina. Mana akam o'tkazib, o'sha tepaga harakatlanyapmiz. Chotki xudo xolasa. Aeroport Zhukovskiyga keldik. Aka, Mustafa aviakassasini xizmatlari, to'g'risini aytganda narx-navolari sizni ustirayd qildimi? Ko'nglingizdagi ish qila oldingmi? Xizmatingizni bajara oldingmi? Shuni bizni ko'rib turganlarga bir og'iz o'z fikringizni bildirsangiz. Hammasi yaxshi, ancha narxlari ham ancha arzon. Shu Moskva City'ning tagida 50 kilometrdan olib kelib, mana olib kirib, hozir mana ujib ketadigan bo'lib, tayyor bo'lib turibman. Hamma yo'q chiroylimi? Hammasi yaxshi, Ko'nglingizdagidek ko'nglimdagidek ancha yaxshi. Qulay va tez bo'ldi hamma narsa. Narx-navolarinchi? Narx-navolari hammasi zo'r. Xudo xolasa tavsiya qilaverasiz. Tavsiya qilaman, hammaga tavsiya qilaman. Albatta, hammasi yaxshi. Onlayn tarzda oluvchisiz bilet. Onlayn tarzda, oldim. Sizlarga ham shunaqa onlayn tarzda biletlarimiz kerak bo'ladigan bo'lsa, shu pastdagi raqamlarga bemalol murojaat qilaverasizlar. Layklarni bosib turinglar. Hammaga assalomu alaykum. Mustafa aviakassasiga xush kelibsiz. Bizning manzilimiz Moskva shahri, metro okrужная, 10-liniya, 1-выход. Bizning ish tartibimiz ertalabki soat 9 dan kechki vaqt 21:00 gacha. Kechki vaqt 21:00 dan ertalabki soat 9 gacha esa onlayn tarzda ishlaymiz. Bizga aloqaga chiqish uchun pastdagi raqamlar va Telegram hamda Instagramimizga murojaat qilishingiz mumkin. Biz sizni kutib qolamiz.